Bu uchrashuvimizda maqsad bitta. Sizlarni muammolaringizni eshitish, qo'shimcha ish o'rni yaratish, qo'shimcha qiymat yaratish. Inshaalloh har oyda 3 hafta sayyoh oliblarmi? Chunki iyun oyi birinchi sayyoh oldi. Kimda nima bank masala bo'lsa aytsa yozamiz. Qonun to'g'ri desa 3 kun tushganda kredit masalasi bo'lsa hal qilinadi. Agar o'zgarib chiqib sizga anqasini javob beradi. Shuning uchun kimda nima masalasi aytsa yozamiz. Biz sizga masala yechimi yoki shu masalasini yozmalar uchun javob beramiz. Tushunamsiz? Bitta tekst yozib qoladi. Siz buni nima ekansiz? Kredit oluvdim-da dedim. Bulardan oldi yopdim. O'tgan. Yana bir bilan olishimki bizniki fonniga chiqadi. Men o'zim ishsizman-da. Men gaz Ikkinchi bermish. shu degan bor. Tabriklar istagan bo'lsangiz olsa chiqaveradi. Kendin olmasın. Aslında umumen olmasın. Işsın. Qaysi mahallada? Haraçı. Kim so'rayapsiz? Karayma şodi. Mahallada agentni tanishsizmi? So'raydi. Kim bilan so'rashda mahalla agenti? Telefon raqamini aytasiz. Ya telefonu kim aytadi bunu? Odam aytamiyor. Qanday o'rganamiz? Qanday o'rganamiz? O şehirde kelin başta. Men Jolayr mahallasidanman, ismim Hakim Ravshan. Chorvachilik kredit olishim kerak. 2 oydan ziyodroq qoldi, lekin bitta amanasi. Telefon raqamini aytasiz. 99 120 95 29. Şahane mahallesinden havayla bir To'g'ri. Changi Tog'ayeva Dilbar. Zayanmaz joyda. Nima? Joyda zayanmaz. Ha? Shu çok. Shundan to'g'ri topshırdingiz, ha? Kimdan o'rganyapsiz? Söylediniz mi? Nasıl? Boshqa ismingiz nima? Şöyle. Telefon aytingiz. 94. Ha? 225 0750. Chorvaga yetib qoladi. Qaysi mahallada ekan? Sari mahalla. Saroy. Hammasi joyida. Yaxshimi yo'qmi? Qay? To'raqulmi? Shundan beri? 100 million so'm.